Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida UFC MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Vodiy MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC MMA boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin 2 soat vaqtimiz ketgan. Ushbu rolik uchun 3 soniya vaqtingizni ayamang. Videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Yarim og'ir vazn toifasida o'zbekistonlik UFC jangchisi Bogdan Guskovning bo'lajak raqibi Nikita Krylov haqida gapirdi. Krylov yuqori saviyadagi universal sportchi. U tajribali sportchilar bilan jang qilishni yaxshi ko'radi. Nikita tez jang atmosferasiga kirishib keta oladi. Krylov men uchun faoliyatimdagi eng katta chaqiruv, dedi Guskov. Ma'lumot uchun 32 yoshli Bogdan Guskovning Ukraina vakili Nikita Krylovga qarshi jang 26-iyun kuni Abu Dabidagi tashkil etiladigan UFC Fight Night turniri doirasida bo'lib o'tadi. Krylov ham Rossiya ham Ukraina bayroqlari ostida o'z janglarini o'tkazib kelmoqda. Yarim o'rta vazn toifasida rossiyalik aralash yakka kurash ustasi Abdurahmon Alimagomedov ushbu vazn AUE Variants ligasida chempion o'zbekistonlik Xotanbek Boynazarov bilan jang qilish istagini bildirdi. AUE Variantsda bir ajoyib yigit bor. Unda Nurmagomedov MMA maktabiga bog'liq bo'lgan bir narsa bor. Men Eagle FCB'da birinchi raqamli da'vogar edim. Keyin esa jiddiy raqib ustidan g'alaba qozonib AUE Variantsga kirib keldim. Hoy Xotanbek Boynazarov, kel, kimning kurashi kuchli ekanini tekshirib ko'ramiz. Shunchaki jang qil, men senga tartibsizlikni ko'rsataman. Kattalar maslahat berasizlarmi, deya Islom Maxachev va Habib Nurmagomedovga murojaat qilgan Alimagomedov. Boynazarov hozircha bu chaqiruvga javob qaytarganicha yo'q. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlar barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Vodiy MMA kanalidan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.